Bismillahirrahmanirrahim. Gohida Robbimni, gohida emas, har safar men Robbimni masalan mehribonligiga, bizni shunchalik yaxshi ko'rishiga, shu e'tibor berib turib, mazza qilib yaxshi ko'rib ketaman-da uni. Hatto biz birov bilan sal urishsak, bir-bir gina qilib ketamiz, boshqa qilib ketamiz. Biz nimalar qilmaymiz, nima gunohlar qilmaymiz kechiradi, boshqa qiladi. Qanday bir chuqurlarga kirib ketgan paytlarimizdan bir g'aybiy bildirmasdan, gapirmasdan, ta'na qildirmasdan shu narsa vaziyatlardan bizlarni masalan chiqishimizga yo'l beradi. Men bir voqeani aytib beray. Turmush o'rtog'im o'lgandan keyin shu Ra'no qizim bir 8 oylik qolgan vaqtlarida 2-3 oy o'tmay mana turmush o'rtog'im o'lgandan keyin 2-3 oydan keyin saraton kirib qoldi. Saraton vaqtlarida juda qattiq mazasi bo'lmay qoldi qizalog'imni. Skoriy chaqirdik, temperatura tushmaydi, 30-40 ga boryapti, undan o'tyapti, to'xtash holati yo'q. Shunday holda nima qilishni bilmayman. Oxiri doktorlar kelib ukol qildi ham tushmadi aytadi. Buni deydi nimasida gonoy bor deydi. Hech qanday iring bo'lmasa tushmaydi. Bo'lmasa nimaga olib boraylik? Больница degan masalada ko'tarayotganda endi shu yerda doktorlar aytyapti, hatto buni qimirlatib bo'lmaydi. Miyasiga qon quyilishi mumkin deb. Shunaqa azoblanyapti. Yana bir xotira bo'lib qolgan qizaloq. Endi bir inson ko'rgan shu holatni chidolmaydi. Men shunday dod desam, dodlanma tillarim ham qotib qolgan. Endi bu onasi rahmatli menga qoldirib ketgan bir merosi, boshqasi. Qizchani uni betidagi azobini, go'dakchani hali bir yoshgacha ko'rsak, inson har qanday bir dushmaniga ham dod yuboradi. Shunday mahalda tiz cho'kib qiblaga qarab, yo Rabbiy, faqat o'zing madad berguvchisan. Robbi, jonim desang jonimni ol, nima desang de, o'tinaman. Mana shu menga shafqat qilma, menga masalan jannatingni ham berma. Shu go'dakchangga, yo Rabbiy, shu go'dakchaga rahm shafqat qil. Shu onasini mana yaxshi insonni, shuni haq hurmati nima qilgin. Qara, hech bo'lmasam shu nazaridan bu azoblarni ko'rinishini masalan bartaraf qil degan zahotimda 2-3 minut o'tmasdan ha qildi, bir qushni qayd qildi. Endi u qayd qilgan narsani qushqi bir lof qofi bir 100 metrda sassig'i nima qilinadi-da, shalpaydi qoldi. Doktorlar birdan ko'rdi, tomir ko'rib nima deyishadi? Shu vaqtlar tomir urayapti shekilli. Ismasini ko'ring, davleniyasini ko'ring. Qarab, 38,5 bo'libdi, shu bo'layapti, falon bo'lyapti. Qarang, bir deganda bo'layapti Robbidan shafqatni o'zi. Bir deganda. Biz faqatgina borku, bir narsa bo'lsa esdan chiqarib yuboramiz. E'tiqodimizni ham, iymonimizni ham, mehribonimizni sal joyga o'tib, masalan, oqibatimizni yo'qotamiz. Shuni bilingizlar. U Robbim yaratdimi? Biz uni farzandlari, u biz bilan har doim biz bilan. Shuning uchun undan chetlamaylik. Unga yaqin bo'lish uchun to'g'ri yashaylik, tilimiz to'g'ri, qalbimiz to'g'ri bo'laylik. Boshqa emas, qolganini unga qo'yib bering. Oddiy bir qushlarni masalan boqib oladi bizga.